60 ming deyapti, 60 ming do'stlar. Shaharda yashash joningizga tegdimi? Eng zo'r yo'li shaharda chetidan, Toshkent viloyatidan, ayniqsa yuqori Chirchiq, Juma bozor, Krasnogorskga ketaverishda bitta uchastka olib qo'ysangiz, qulog'ingiz tinch, toza havoda maza qilib nafas olib yashasangiz bo'ladi. Shunaqangi zo'r narxlarda men videoning oxirida aytib o'taman nech pulligini. Mana shu xonadonimizni ko'rib turibsiz. Mahallani ko'rsataymi bu yerda. Qarang, mahallamiz juda ham chiroyli, ham tekis, asfalt bo'lgan. Bu yerda suv, gaz, svet hamma narsasi bor mana. Ko'rdingiz-a? Menga ayniqsa qo'shni bo'lishingiz mumkin. Mana shu Bibaji turibdi, o'sha yerda meni uyim bor. O'sha yerga kelib, yonma-yon qo'shni bo'lasiz. Mana shu xonadonimizni jami 16 sotik joylashgan. Shu 16 sotikdan 10 sotikni sotishmoqda. Qani kelib ichkariga ko'rsataman. Qaysiligini. Bismillah deb boshlaymiz. Mana xonadonimiz ichkariga kiramizda. Bu joy qoladi. Bu joy qoladi. 6 sotikga qoladi, 10 sotikga sotiladi. Ichkariga kiramiz, mana qarang. Bog'da qarang, bog'da. Ichkariga kirib olib turib, olma deysizmi, shopdori deysizmi? Xohlagan yo'nalishda faoliyatingizni olib borishingiz ham bo'ladi bu yerda. Dehqonchilik qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu yer qoladi, sotiladigan joy. Qaranglar. Mana bu yerda mana shu joydan devor urib olasiz. Mana shu joydan devor urib, dakansa 10 sotiga sizniki bo'ladi. Uy egalariga 6 sotiga qolyapti. Mana bu yerda xohlasangiz mana shu joyda buzib darvoza ochishingiz ham bo'ladi yoki naryoqdan darvoza ochishingiz ham bo'ladi. Mana men bu uyda o'zingiz rekonstruksiya qilasizmi, boshqatdan qilasizmi, bu sizning xohishingizga binoan harakat qiladi. To'g'ri 4 burchak, hech qanaqa 3 burchak ham emas, burchakda ham joylashgan emas. Maza qilib, yayrab yashasangiz ham bo'ladi. Xohlagan yo'nalishda bemalol uyda olib foydalanishingiz mumkin. Dehqonchilikda ayniqsa zo'r. Biz hozirgi kunda biz dehqonchilik qanaqa qo'y mol qilganmiz. Sizlar ham shunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Lokatsiyalarni Telegram kanalimizda narxini har bir sotiga 6 mingga so'rashyapti. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastki raqamga qo'ng'iroq qiling, telefon raqamingizni qoldirsangiz, balki biz siz bilan bog'lanamiz. Egalar bilan yana kelishgan narxlarini kelishtirgan holda gaplashishingiz mumkin. Kimga reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lansangiz bo'ladi bizga. Salomat bo'ling.